Assalomu alaykum. Gold klinik kuzatib boruvchilari, xuddi shunaqangi fasadni plitka qanday tayyor bo'lishini ko'rsataman hozir. Buning uchun xuddi shunaqangi ikkita odam yetadi. Qolib olinadi va rasmdan olinadi. Tap-tap uriladi, mana bunaqa temirlar qo'yiladi. Va sushurkaga olib kiriladi. Stillashiga shunday kirgiziladi va mahsulotlarimiz tayyor bo'ladi. Tayyor mahsulotni hozir ko'rsataman. Mana bu xona 50 kvadratli xona. Qoliplari o'zimizda bor, Gold klinikda va tayyor mahsulotlarni ko'rsataman. Va bu yerda sovuqlarimiz bor, mana chiqyapti xudo xolasa. Shushavi deyiladi bu. Va bu tarafda esa fasadi. Ko'rishingiz mumkin. Fasadlari 85 mingdan, ablisovishni ko'rinishi oq qora, mramorlari bor 95 mingdan va sovuqlarimiz 65 mingdan kvadrati. Ko'rishingiz mumkin. Mramorlar juda ham go'zal chiqqan.